Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, xaridorlar. Bugun sizlar bilan Sergeli tumani Choshtepa mahallasida joylashgan 1,5 sotuv 5 xonali yangi qurilgan uylarimizni ko'rib chiqamiz. Uylarimiz yaxshi lokatsiyada joylashgan. Sergeli Choshtepa yaxshi lokatsiyalardan bittasi hisoblanadi. Mana shu oldimizda turgan xonadon $108,000 srochniy sotuvga chiqqan. Shu uyimizni qisqacha obzorini ko'ramiz. Hovliga kirish darvozamiz bu yerdan boshlanadi. Yo'liga bemalol mashina qo'ysanglar bo'ladi. Hovlida burchakka qilingan. Xullas uyimizning fasadlari 100% bitkazilgan. Mahallada hamma kommunikatsiyalar bor, kanalizatsiyagacha bor. Uyning qurilish sifatiga 100% garantiya beriladi. Uyga sifatli materiallar ishlatilgan. Ko'rib, xudo xolasa mana o'zingizlar baho berasizlar. Bino ichiga kirarkanmiz, chiroyli koridordan xonalarga o'tiladi. Koridor razmeri ham keng, ko'ryapsizlar. Chiroyli ta'mirlangan, sifatli eshiklar o'rnatilgan. O'ng qo'limizda oshxona joylashgan. Kafening farto'lari qilingan. Oshxona ham shinamgina, bemalol shu o'zida nonushta qilib o'tirsanglar bo'ladi. Oshxona ham kattagina razmerda bo'ladi. Oshxona yonidan ikkinchi qavatga chiqish yo'li bor. Chap qo'lga keladigan bo'lsak, umumiy sanuzel xona. Sanuzel xonaning razmerini katta qilishgan. Ichiga bemalol kir mashinalargacha qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Sanuzel xona yonida bu tarafda bitta kattaligi mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonada mana bu tarafga chiqsak bo'ladi. Kichkinagina havoydan uchun orqa hovli tashalgan. Orqa hovlida uy katyollari joylashgan. Koridor bo'ylab dal yurarkanmiz, koridorimizning oxirisida mana shunaqa katta mehmonxonaga kirsak bo'ladi. Mehmonxonada bemalol 20 ta 25 ta mehmon kutib olsanglar bo'ladi. Katta razmerda. Ko'ryapsizlar, zo'r remont qilishgan, lustrasiga kelib qo'yishgan. Endi lustrani lampochkalari qo'yilmagan, o'shaning uchun yaxshigina ko'rinmayapti. Xullas, remontlari juda ham zo'r. Yangi remont qilingan uy hidlarigacha bilinib turadi. Ana endi bu tarafdan ikkinchi qavatga chiqib qolgan xonalarni ko'rsak bo'ladi. Yorug' svetda chiroyli oboli opishtirishdi. Ko'zni og'ritmaydigan, mana ko'ryapsizlar. Koridorlarni ham keng qilishdi. Ko'p uchastkalar boradigan bo'lsa, koridorlarni torib qo'yishadi. Zinadan chiqib keldik. Chap qo'limizda yana kattaligi mo'ljallangan yotoqxonamiz. Razmerlari kattagina. Xonalar yop-yorug', havo yaxshi aylanadi. Radiatorlari qo'yilgan. Zinadan o'ng tarafda bo'lsa, umumiy sanuzel xona. Sanuzel xona yonida bo'lsa, detskiy yotoqxonamiz. Koridordan dash yuradigan bo'lsa, yana bitta katta mehmonxonaga kirsak bo'ladi. Xohlasanglar, yotoqxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Xonadonning egalari $108,000 so'rashmoqda. Lokatsiyasiga narx yaxshi aytilyapti. Bunaqa kichkina emas, katta qurilgan. Xonadonning narxini yana egalar bilan savdolashib bo'ladi. Salomat bo'linglar, mana shunaqa yaxshi lokatsiyadan o'qiyotgan tanishlarga tarqatib qo'yinglar. Videoga like bosib, podpiska tugmasini bosish esdan chiqmasin.